qizlarga qachon turmushga chiqasan degan savollarni berishadi. Lekin kasbing nima, o'qishni qachon tugatasan, hayotdagi orzuying nima degan savollarni esa keyinroqqa qo'yishadi. Go'yoki qizning hayotidagi eng katta maqsad turmushga chiqishdek. Aslida nikoh shunchaki to'y kuni emas, u katta mas'uliyat hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bugun biz erta nikoh haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz Qarshi davlat universiteti professori Gulbahor Erkayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulbahor opa, siz professor sifatida, yoshlar bilan necha yillik tajribaga ega professor sifatida erta turmushni oldini olish, yoshlar o'rtasida nega bu ko'payib bormoqda yoki yoshlarni erta nikoh qurishga nima sabablar bo'lmoqda deb o'ylaysiz? O'zingizni fikrlaringizni aytsangiz. Erta nikohlar bugungi kunda butun dunyoda faqatgina bitta oilaning emas, balki butun jamiyatning muammosi sifatida qaralyapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotini barqaror rivojlanish maqsadlarini 5-maqsadi ham aynan gender tenglikni ta'minlash va erta nikohni oldini olishga qaratilgan. Dunyo statistikasini olib qaraydigan bo'lsak, har 5-qiz 15 yoshgacha, demak, erta nikohga kirgan dunyo amaliyotida bu. Ana shu 15 yoshgacha bo'lgan nikohlarning soni 5% ni tashkil qilyapti dunyoda. Umuman erta nikohlarning ulushi esa 36% dan yuqori ekan. Ayniqsa bu ko'rsatkich rivojlanishi past darajada bo'lgan va rivojlanayotgan davlatlarda juda dolzarb muammoni kasb etyapti. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda ham barqaror rivojlanish maqsadlari qabul qilingan va barqaror rivojlanish maqsadlarini 5-maqsadi gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan va mana shu 5-maqsadda vazifa sifatida O'zbekistonda 2030-yilga qadar erta nikohlar va gender tengsizlikni oldini olishga qaratilgan vazifalar belgilangan. Bularning hammasi bejiz emas. O'zimizni milliy statistikamizga qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda mana shu yillar davomida mustaqillikdan keyin ham erta nikohlar nihoyatda yuqori bo'lgan. Erta nikoh deganda o'zi biz qaysi yosh chegarasini tushunamiz? 2019-yilda mamlakatimizda nikoh qurish yoshi deb qiz bolalar va o'g'il bolalar uchun 18 yosh belgilandi. Unga qadar esa 2019-yilga qadar qiz bolalar uchun nikoh qurish yoshi 17 yosh, o'g'il bolalar uchun 18 yosh belgilangan edi. Agar biz taqqoslaydigan bo'lsak, 2010-yilda 800 dan ziyod qiz bolalar uchun erta nikoh, o'g'il bolalarning ulushi bu yerda juda kam. 2019-yilda mana shu qonun qabul qilingandan keyin erta nikohni qayd qilinishi 97% ga kamaydi O'zbekistonda. Ma'lumotlar shuni beryaptiki, demak, ana shu 2019-yilda 88 ta nikoh qayd etilgan. Va eng qizig'i, agar biz qaraydigan bo'lsak, bu nikohlarni deyarli hammasi asosi qiz bolalarning erta nikohi. O'g'il bolalarda 1%, bitta 2 dona uchramasa deyarli uchramaydi va bu keyingi yillarda umuman o'g'il bolalar, erkak kishilar o'rtasida erta nikoh holati qayd etilmayapti. Lekin qiz bolalar o'rtasidagi erta nikoh mana shunday dolzarb masala bo'lib turibdi. Endi mana erta nikohni o'zini juda bir salbiy oqibatlari bor. Bu salbiy oqibatlarni biz bittada ko'rsata olmaymiz, uni guruhlashimiz mumkin bo'ladi. Eng avvalo o'sha erta nikohga kirayotgan ayniqsa o'smir qizlarning salomatlik holati bilan bog'liq. Chunki bilamiz biz, o'zbek oilalarimiz turmush qurishdan asosiy maqsad avlodni davom ettirish, farzand ko'rish deb va darrogina farzand ko'rishga harakat qilishni boshlaydi. Qiz bola jismonan tayyor bo'lgan bilan, lekin ruhan hali tayyor bo'lmaydi.
mana shundan unda o'sha reproduktiv muammolar, chaqaloq bilan, erta tug'ruq bilan bog'liq muammolar voyaga yetgan ayollarga qaraganda ko'proq uchrab turadi va bular rasmiy statistikada ko'rish mumkin bo'ladi. Erta nikohlarni ikkinchi tomoni bu psixologik muammolar. Hali ruhan balog'atga yetmagan qiz bola, mana siz aytib o'tganingizdek, turmush qurish bu faqat to'y tantanalari, chiroyli bir bordi keldilar, kelin salomlar bilan yakunlanmaydi. Bu endi boshlanishi va undan keyin haqiqiy real hayot yotadi. Mana shu real hayotda turmushning kir-chikirlari, achchiq-chuchuklari bor. Hali ruhan tayyor bo'lmagan yoshgina novda bu muammolarning qarshisida ojiz qoladi. Va ko'pincha ota-ona tomonidan chida bu turmush degani shu deydigan bo'lsa, qaynona qaynota tomonidan esa kelin bo'lding, sen endi yosh emassan, barcha talablarga javob berishing kerak degan holatlar qiz bolani ruhiy jihatdan sindirib qo'yishi mumkin. Mana shuning natijasida turli xil depressiv holatlar, stresslar kelib chiqishi mumkin, asabiylik, bularning hammasi mana shu yosh ruhiyatni, yosh organizmni juda charchatib qo'yadi. Navbatdagi holat bu ijtimoiy holatni qarashimiz mumkin. Boya aytganimizdek, aksariyat bu turmushga chiqayotganlar yosh qizlar bo'ladigan bo'lsa, yosh qizlarning aksariyati, juda ko'pchiligi turmushga chiqqandan keyin ta'limdan uzilib qoladi. Mana shu ta'limdan uzilish bu uni ijtimoiylashuv jarayonidan va hali ruhiyatini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan holatlardan ortda qoldiradigan bo'lsa, keyinchalik esa uni iqtisodiy jihatdan ham qaram bo'lishiga olib kelishi mumkin, moliyaviy jihatdan. Chunki yosh qiz oilada demak u oilani tashvishlari, bolalar tashvishlari bilan ular aytaylik o'zini bilim va malakasini oshirish imkoniyatidan mahrum bo'lib qoladi. Mana shu bilim va imkoniyatlarga ega bo'lmaslik, demak malakani oshirmaslik ertaga mehnat bozorida ularni raqobatbardoshligini pasaytiradi, ular o'ziga munosib ish topa olmaydi, uyda qolib ketishga majbur bo'ladi. Natijada uning o'zini o'zi baholashi pastga tushib ketadi. Jamiyat tomonidan ham unga kerakli darajadagi vaziyat baho berilmaydi. Bu o'qimagan uyda o'tirgan bir ayolda bu nima ham qilib berar edi degan muammolar, bular yillar o'tgan sayin yuk bo'lib ustiga bosib borilaveradi. Mana respublikamizda juda bir yaxshi tadqiqotlar o'tkazilgan. Mana shu tadqiqotlar bilan qaraydigan bo'lsak, o'zi asosan erta nikohlarning tashabbuskorlari ota-onalar hisoblanadi yoki oiladagi yaqin qarindoshlar, buvi va bobolar erta nikohni tashabbuskorlari hisoblanadi. Mana shu nuqtai nazardan 50% dan hattoki 60% ga yaqin holatda tashabbuskorlar mana shu ota-onalar va eng yaqin qarindoshlar hisoblanar ekan. Erta nikohlarni agar qaraydigan bo'lsak, nima sababdan bu nikohlar, erta nikoh, erta turmushga berildi deganda juda ko'p ota-onalar aytadiki, mana shu qizimizga yaxshi oiladan chiqdi, mana shu to'q yashaydi, moddiy farovonligi nuqtai nazardan shu berdik ertaga muammo ko'rmasdan yashashligi uchun yoki oldindan ham shunday qizlarni ko'p olib o'tirib bo'lmaydi. 40% ga yaqin ota-ona mana shunday fikrda ekan. Qiz bola mana shu yetdimi, balog'atga yetdimi, darrov turmushga berib yuborish kerak, olib o'tirib bo'lmaydi degan. 20% dan ortiqroq ota-ona esa bu diniy nuqtai nazardan shu qiz bolalar erta turmush qurish kerak va faqatgina 5-6% otagina boshqa sabablarni ko'rsatishgan. Bu boshqa sabablar bizning qonunchiligimizda ham ko'rsatilgan. Qanday hollarda 18 yoshdan oldin demak istisno qilish mumkinligi haqida. Juda kamdan kam holatlarda
o'sha sevgi muhabbat orqali uylanish u 1-2% tashkil qilar ekan. Ertaga nikohlarda mana shu salbiy oqibatlaridan kelib chiqib, mana O'zbekistonda aytamiz, qonunchilik qabul qilindi. Mana shu qonunchilik darajasida haqiqatdan ham 97% ga erta nikohlarning kamayishi bu juda katta yutuq deb aytishimiz mumkin tajriba, lekin har holda o'sha 3% bu bor holat hisoblanadi va eng yomoni mana shu qonunchilikdan chetlab o'tish uchun erta nikohlar yashirin tusga kirib olgan. Yashirin tusga deganimiz bu shar'iy nikohlar orqali. Bu qachon chiqib keladi? Qachonki erta tug'ruq holatlari aniqlanib qolgandagina mana shu narsalar fosh bo'lyapti. Agar biz tadqiqotlar bilan tanishadigan bo'lsak, shu ommaviy axborot vositalarini kuzatib boradigan bo'lsak, respublikamizda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Eng qizig'i mana shu bizda erta nikohlarni oldini olishga qaratilgan ishlarni, qonunchilik ishlarini samarasi bugungi kunda hattoki rasmiy statistikada erta nikoh degan bo'limni bandni olib tashlanishiga olib keldi. Bu juda ham katta ko'rsatkich bo'lmaganligi uchun. Lekin agar biz bolalar ombudsmanini hisobotlarini kuzatib boradigan bo'lsak, har holda bunday holatlar fosh bo'lyapti, bor. Maktablarda, ayniqsa maktabni tugatmagan qizlarni unashtirib qo'yish holatlari, turmushga berib yuborish holatlari yuzaga kelyapti. Bu borada mana agar oxirgi biz hisobotlarni o'qiydigan bo'lsak, respublikada demak Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari yetakchi o'rinda turibdi erta nikohlar. Demak bu hali bizni quvonishimizga erta ekanligini ko'rsatadi. Demak, yanada ko'proq targ'ibot qilishimiz kerak, yanada ko'proq uchrashuvlarda, ommaviy axborot vositalarida buni yetkazishimiz kerak. Albatta, juda bir yaxshi mexanizm ishlab chiqilgan O'zbekistonda mana shu erta nikohlarni oldini olish uchun. Men o'ylayman, mana shuning samarasi ham bo'lyapti. Bo'ldi aynan shu mexanizmda. Bu mexanizmda eng birinchi o'rinda amaliy model mavjud bizda. Bu modelda hamkorlik, bu deylik maktab, mahalla, davlat organlari, oila, diniy tashkilotlar, bularning hammasini hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Mana shu hamkorliklarni olib qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda men o'ylaymanki, bir targ'ibot qilishga asos bo'ladigan jihatda shundan iboratki, ayol aytaylik nafaqat salomatlik nuqtai nazaridan, nafaqat psixologik nuqtai nazardan, nafaqat ijtimoiy iqtisodiy nuqtai nazardan, balki uning ijtimoiy ta'siri juda yuqori bo'ladi. Yuqoriligi birinchidan o'sha depressiv va suitsidal holatlarda yillar o'tishi bilan u bugun turmushga berdi, ertaga shu depressiya bo'lib qolmasligi mumkin, lekin yillar davomida to'planib kelgan muammolar mana shu insonni juda katta ijtimoiy, demak psixologik botqoqliklarga olib borishi bilan bir qatorda avlodlar aro ta'sirlarni ham yuzaga keltirishini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Biz bu jihatga ko'pincha e'tibor bermaymiz. Ya'ni avlodlar aro ta'sir deganimizda erta nikoh qurgan ota-onaning farzandlari ham erta nikoh qurishga moyilroq bo'ladi, chunki ota-ona men seni yoshingda mana shunga shu ikkita farzandim bor edi degan gaplar bilan bu ruhiy holatiga ham ta'sir qiladi. Juda ruhiy holatga ta'sir ko'rsatadi. Va eng yomon holat erta nikoh qurgan qizlarning deyarli yarmidan ko'prog'i o'sha o'zini tengdoshlari bilan aloqasini uzishga majbur bo'ladi. Jamoatchilik o'rtasida ko'p savollar tug'iladi har doim. Avval nikohmi yoki ta'lim? Sizningcha? Mening bu shaxsiy va qat'iy fikrim avval ta'lim. Qiz bola ham hech qachon kechikmaydi turmush qurishga. Avval ta'limni olish kerak. Bilim malakalarni shakllantirish kerak. Mehnat bozorida mana bugungi kunda
raqobatli bozorda, raqobatli dunyoda o'zi yashab qolishni o'zi bu juda masala hisoblanyapti. Mana shu yerda qiz bola ham teng imkoniyatlarga ega bo'lib, huquqlarimiz-ku teng, lekin imkoniyatlarchi ko'pincha gender masalalari haqida gaplashganda jamiyatda shunday fikr bor. Gender bu ayollarga taalluqli bo'lgan muammo. Yo'q, o'ylashadi. Shunday deb o'ylashadi. Aslida gender tenglik bu huquqlar bilan bir qatorda imkoniyatlarni ham tengligini nazarda tutadi. Imkoniyatni teng bo'lishi avvalo ta'limda teng sharoitlar yaratilishi. Qiz bola ham o'qiyman desa, albatta o'qishi kerak. U ertaga ongli ravishda turmush quradigan bo'lsa, bugungi kundagi jamiyatimizdagi juda katta oilaviy, maishiy muammolarni o'zi hal bo'ladi. Agarki shu qiz bola ham, o'g'il bola ham turmushga tayyor holatda ongli ravishda kirib keladigan bo'lsa, o'sha dunyoga keltiradigan farzandlarini eng avvalo oila ta'minotini, moddiy ta'minotini, ma'naviy ta'minotini yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan keyingi vaqtda mamlakatimizda juda katta ishlar amalga oshirildi va mana shu eng katta yutuqlardan bittasi sifatida men aytar edimki, 2019-yilda qabul qilingan gender tengligi haqidagi qonun va oilaviy maishiy zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan teng imkoniyatlarni yaratish haqidagi qonun. Mana shu qonunlar va o'sha nikoh yoshini 18 yoshga yetkazish masalalarida demak ota-onalar shu arang poylab kutib turadi-da, shu qizim maktabni bitirsin, bo'lmasa javobgarlik bor ekan menda degan tushunchalar paydo bo'ldi. Bundan bexabar ota-onani o'zi yo'q deyarli. Lekin boya aytganimdek, o'sha yashirin holatdagi o'sha avlodlar aro ta'sir, o'sha bolalarni hali juda murg'ak bir psixologiyasini o'sha oila tomonga burib qo'yish degan holatlar hali ham uchraydi. Ta'lim olgan qizlar bu ertaga oilada teng mas'uliyatni o'zini yelkasiga, zimmasiga oladigan erkak va ayollar. Bola tarbiyasida ham, oila ta'minotida ham. Bu demak faqat va faqat oila uchun yaxshi tomonlarni olib keladi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, ta'lim olgan qizlar, o'qigan qizlar hech qachon yomon oilaning bekasi bo'lmaydi. Chunki ular har doim ongli ravishda harakat qiladilar. Gulbahor opa, suhbatimiz yakunida yana bir savol bilan yakunlasak, mana shu fursatdan foydalanib ota-onalarga yoshlar murabbiyi sifatida, yoshlar bilan necha yillik tajribali professor sifatida ota-onalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Men istardimki, ota-onalar oilada farzandlarini teng imkoniyatlar asosida tarbiya qilishlarini. Ya'ni sen qiz bolasan, pastga tush emas, balki qiz bolalarni ham imkoniyatlarini oshiradigan tarzdagi tarbiyani, muloqotni amalga oshirish kerak bo'ladi. Qizlar bilan yaqindan muloqot qilishni o'rgansin ota-onalar. Ko'pincha mana biz so'rovnomalarda ham ko'ryapmiz, qizlar bilan onalar, ayniqsa otalar yaqin gaplashmaydi, uni mutaxassislar qilsin. Men xohlar edimki, mana shunday qizlarni ham, o'g'il bolalarni ham bir-biriga demak hurmat, kelgusidagi demak hayotda bo'lishi kerak bo'lgan muammolarni sekin-sekin oldindan muhokama qilib, o'sha holatlarni demak oldindan ko'rsatib boradigan bo'lsa, qizlarni ham o'g'il bolalari qatori yo'llarini ochib, imkoniyatlarini ta'minlab, maktabni bir beg'ubor, faqat ilmga intilgan holda tugatishlari uchun tarbiya qilish va maktabni bitirgandan keyin kasb-hunarmi, oliy ta'limmi, o'rta maxsus ta'limmi, texnikumlardan o'qib kasb-hunar
qilib, ertaga mana shu o'zlaridan yana bir sharafli buyuk avlodlarni yetishtirishga mos insonlar qilib sifatida tarbiyalashlarini xohlar edim. Rahmat. Mazmunli va samarali suhbatingiz uchun sizga tashakkur, kattakon rahmat. Rahmat sizga. Xulosa qilib aytganda, nikoh chiroyli to'y, oq libos yoki katta tantana emas. Bu ikki insonning ongli qarori, mas'uliyati va kelajagi hisoblanadi. Xayr, salomat bo'ling.